Ko'pchilik shunday o'yladi. Yaxshi fotosessiya uchun professional kamera kerak. Lekin har doim ham qo'limizda kamera bo'lmasligi mumkin. Shu paytda eng yaxshi yechim mobil telefon. Tasavvur qiling, o'quvchida fotoapparat yo'q, lekin u fotosessiya qilish kerak. Bugun aynan shu mavzu, ya'ni telefon kamerasining nastroykalari haqida gaplashamiz. Hammamiz bilamiz, biz telefonda kameraga kirganimizda portret rejimi bor. O'tib olamiz va 2x holatida rasmga olishimiz kerak bo'ladi. Bizda har xil qo'shimcha nastroykalar bor. Tepada diafragma F harfi bilan belgilanadi. Bosganimizda bizga nima kerakligiga qarab buni yoki eng minimal 1.4 gacha tushiramiz agar fon xira bo'lishini xohlasak, yoki fon ham, model ham tiniq bo'lishini xohlasak, diafragmani maksimalligiga ko'taramiz, masalan 16 ga. Bundan tashqari, ekspozitsiyani boshqarish uchun qo'shimcha yonida nastroyka bor. Buni minimal holatga olib kelganimizda ekspozitsiyasi tushadi. O'ng tomonga yurg'izganimizda ekspozitsiya ko'tariladi. Buni ham xona holatidan kelib chiqib to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Mana telefonimiz kameralarini sozlab oldik. Endi bu funksiyalarni amalda qanday qo'llash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Yaxshi kadr chiqarish uchun telefon yoki professional kamera emas, yorug'likni to'g'ri nazorat qilishni bilish kerak. O'shandagina kadrlarimiz chiroyli chiqadi. Kamera yo'q deb bahona qilmang. Ko'rib turganinglardek, telefonda ham ajoyib kadrlar chiqarsa bo'ladi. Sizlar bilan fotograf Sardor Azimov bo'ldi. Bizning mahorat rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.